Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Joriy yil yanvar-iyun oylaridagi malaka toifa sinovlari o'tkaziladigan sanalari ma'lum qilindi. Maktabgacha umumta'lim va maktabdan tashqari ta'lim muassasalari pedagoglari uchun joriy yilning yanvar-iyun oylarida o'tkaziladigan malaka toifa sinovlari vaqti belgilandi. Unga ko'ra, rus tili milliy maktablarda rus tili va adabiyoti, geografiya fanlaridan 15-16 aprel kunlari 2 kun, tarbiya, davlat va huquq asoslari fanlaridan va umumta'lim muassasasi psixologi 17 aprel kuni 1 kun, ingliz tili umumta'lim, fransuz tili umumta'lim, nemis tili umumta'lim, hind tili, turk tili, koreys tili, xitoy tili fanlaridan 18-19-21 aprel kunlari 3 kun, ona tili va adabiyot, o'zbek sinflari uchun o'zbek tili davlat tili fanlaridan 22-24 aprel kunlari 3 kun, jismoniy tarbiya, umumta'lim, musiqa madaniyati, tasviriy san'at va chizmachilik, texnologiya, servis xizmati yo'nalishi qiz bolalar uchun texnologiya va dizayn yo'nalishi, o'g'il bolalar uchun fanlaridan 25-26 aprel kunlari 2 kun, matematika fanidan 28-29 aprel kunlari 2 kun, biologiya, kimyo, fizika fanlaridan 30 aprel 1 may kunlari 2 kun, boshlang'ich ta'lim fanidan 2, 3, 5, 7 may kunlari 5 kun, tarix fanidan 8 may kuni 1 kun, chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik, iqtisodiy bilim asoslari, o'qituvchi defektolog umumta'lim, o'qituvchi logoped umumta'lim, tojik tili va adabiyoti, turkman tili va adabiyoti, qirg'iz tili va adabiyoti, qozoq tili va adabiyoti fanlaridan hamda badiiy akademiya va madaniyat vazirligi tasarrufidagi umumta'lim muassasalari pedagoglari uchun 10 may kuni 1 kun, informatika va axborot texnologiyalari fanidan 12 may kuni 1 kun, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachisi, maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologi, musiqa xodimi, musiqa rahbari, rus tili maktabgacha, ingliz tili maktabgacha, fransuz tili maktabgacha, nemis tili maktabgacha, jismoniy tarbiya maktabgacha, o'qituvchi defektolog maktabgacha, o'qituvchi logoped maktabgacha, tarbiyachi metodist, direktor o'rinbosari 13-14 may kunlari 2 kun, qoraqalpoq tili, davlat tili, qoraqalpoq tili va adabiyot fanlaridan 15-16 may kunlari 2 kun malaka toifa sinovlari o'tkaziladi. Shuningdek, joriy yilning 15 may kuni 1 kun kasbiy sertifikat sinovlari o'tkazilishi belgilandi.